Ayollarda follikula yorilmasligining top 4 sababi. Birinchisi bu tuxumdonlar polikistozi kasalligi hisoblanadi. Odatda tuxumdon po'stlog'ining qalinlashishi natijasida tuxumdon ichidagi follikulalarning yorilmaslik holati yuzaga keladi. Ikkinchisi bu tuxumdon zaxirasining pasayish holati bo'lib, tuxumdonlar disfunksiyasi, ya'ni yaxshi ishlamasligi natijasida follikula ham o'sishi muammolik bo'ladi va yorilishi albatta tabiiyki muammolik bo'ladi. Uchinchisi gormonal disbalans holati bo'lib, odatda qalqonsimon bez hamda prolaktin gormoni miqdorining o'zgarishi natijasida ayollardagi jinsiy gormonlar miqdorining o'zgarishi ayollardagi follikulaning yorilishini qiyinlashtirib qo'yadi. Va nihoyat eng muhimi va to'rtinchisi bu ham bo'lsa turmush tarzining o'zgarishi. Ayollardagi turli xil turdagi birdaniga vazn tashlash, birdaniga vazn olish, stress, chekish, shu bilan birgalikda hayotdagi turli xil o'zgarishlar natijasida gormonal faoliyat buziladi va buning natijasida follikulalar yorilmasligi mumkin. Ushbu videoni saqlab qo'ying va bepushtlik muammosi bor tanish dugonangizga albatta jo'natib qo'ying.